Assalomu alaykum qadrdon yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ertalabki tonglaringiz barakatli bo'lsin. Mana yana lavochi bola ishga chiqdi. Lavoda yuk tashish xizmatlari bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Va eng asosiysi yuklaringiz sifatli, kafolatli, garantiya bilan o'z manziliga yetib boradi. Lavochi bola xizmatlaringizda Samarqand shahar tumanlar bo'ylab yuk tashish xizmatlarimiz bor. Mana bu nomerlarga mana shu nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Zakazlarni olamiz. İşleri ham toza, akkuratni. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Kecha kunduz xizmatlaringizdamiz. Salomat bo'lasizlar, qadrdonlar.